kulgi. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun 2-noyabr ustozimiz Iskandar Hamroqovni Doda kulgi deb nomlangan benefislari bo'lyapti. O'zimizning Namanganda joylashgan Ahmad Doda oshxonasida. Hozir tashrif buyurgan mehmonlarimizdan ozgina intervyular olamiz. Ustoz san'atkorlar va qalpoq ko'rsatuvidagi ijodkorlar kelishgan. Hozir ozgina fikrlarni olamiz birgalikda. Ketdik. Mana o'rtoqlar, men qalpoq ko'rsatuv ijodkorlari ustozlarimiz tashrif buyurgan. Ustoz assalomu alaykum. Bir daqiqaga vaqtingizni olaman. Salomatmisiz? Bugungi ustozimiz Iskandar Hamroqov konsertlarida sizda qanaqa narsalarni kutyapsiz repertuardan yoki qanaqa bir niyatlaringiz bo'lsa bildirib qo'ysangiz. Biz har doim Iskandardan kutilmagan narsa kutamiz. Haligi hayotda kelmaydigan narsani kutib qolasiz, ko'rib qolasiz. Mana ikkita konsertda bo'lsa qatnashgan bo'lsam, hammasi bir-biriga o'xshamaydi. Chunki bu nimadan dolar? Chunki bu o'z ustida ishlaydi. Va o'zining kasbiga professional yondoshadi. Iskandarjonga omad tilayman. Sizlar ham omad tilab qo'yinglar, hurmatli muxlislar. Buni men sizlarga aytyapman, hurmat va ehtirom bilan. Farmon Karmonov. Omon bo'linglar. Biz aka assalomu alaykum, salomatmisiz? Ahmad Dodada mana ustozimiz Iskandar Hamroqov benefislari bo'lyapti. Shunga o'zingiz fikringiz qanaqa, bir niyatlaringiz? Meni fikrim konsert hamisha zo'r o'tadi. Iskandar akani. Bugun Samandar aka deyveraman. Iskandar akaning o'zgacha bir ijodlari, san'atlari bor. Hurmat qilamiz. Shuning uchun mana Ahmad Doda deb kulgu qilib, mana Ahmad Dodada Xudo xolasa mana shu muxlislarga zo'r qilib sharoit qilib berdi. Ha, hozir demoqchi bo'lganim Ahmad Dodada bo'layotgani uchun konsert nomi Doda kulgi. Albatta. Konsert bilan sizni tabriklaymiz. Rahmat. Aka, o'zingizda qanaqa bir hissiyotlar o'tyapti mana shu tomoshabinlarimizga? Qanaqa hissiyot yo'q, hammasi yaxshi. Ozgina hayajon bor, chunki sara muxlislarni taklif qilganmiz, shinavandalarni taklif qilganmiz. Hayajonsiz haykal bo'ladi xolos deyishardi ustozlar. Endi bu ham bo'lsa muvaffaqiyat hayajonida har bir teshda shunaqa bo'ladi. Atak tayyorgarliklar yaxshi bo'lgan, o'zimizga bo'lgan ishonch yaxshi. Yaxshi ko'rgan muxlislarimiz kelishyapti. Tashkiliy ishlarni juda chiroyli qilib berishdi. Ahmad Dodadan gap yo'q. Bobirjonga rahmat, umr uzoq bo'lsin. Hammasi yaxshi. Boshlanishini kutyapmiz. Mana ko'rib turibsiz, hammada kayfiyat ming, hali boshlangani yo'q. Tashkilotchilardan biri, ya'ni Orif Sultonov bilan birga bo'lyapti bu konsert dasturi. Ustozga yana ozginaga yuzlanamiz. Ustoz, sizda qanaqa ichki kechimlar ketyapti bugungi benefit? Mas'uliyat, bir to'y qilish oson emas. Bu ham bir to'yda Iskandarning ijodiy kechasi, konsert dasturi. Endi har doimgi ishimiz, har doim har yil yakunida konsert qo'yamiz. Shunaqa bugun ham qo'yapmiz. Yangi narsalar qilganmiz, retro hangomalar ham bor. Menimcha Doda kulgiga yarasha Doda kulgi bo'lishi kerak. Repertuarlar Ahmad Dodada Doda kulgi. Ahmad Doda majmuasida o'tkazyapmiz. O'ylaymanki, konsertimiz juda fayzli, maroqli o'tadi. Demoqchiman, tayyorgarlik ko'rganmiz. Buyoqqa endi tomoshabinlarni hukmiga havola qanday o'tarkin. Omad tilaymiz. 5-studiyaga ham omad tilaymiz. Ehtiyot bo'ling. Ozbek aka, assalomu alaykum, salomatmisiz? Bugun ustozni konsert dasturlariga mana ijodiy jamoa ekansiz. Qanaqa fikrlaringiz bor va bugungi kun qanaqa o'tyapti o'zi boshlanishdan qanaqa? Bugun ertalabdan o'zi yaxshi kayfiyat. Ustozni konsertlari doim yaxshi bo'lgan. Xudo xolasa bugun ham ko'rasizlar. Maza qilamiz. Assalomu alaykum. Kulgi shaydoqlari, san'at ixlosmandlari. Hammangiz xush kelibsiz bugungi kulgi kechamizga, san'at bayramimizga. Aytilgan mehmonlar kelishdi, joylashib olishdi. Demak, dasturimizni boshlasak ham bo'ladi. Bugungi konsert dasturimizni biz Ahmad Dodada Doda kulgi, Ahmad Doda tantalari majmuasida o'tkazyapmiz. Iskandar Hamroqulovni biz har yil oxirida hisobot konsertini o'tkazamiz. O'tgan yil mana Shodiyona tantalar majmuasida o'tkazdik. Bu yil mana shu Ahmad Doda tantalar majmuasida o'tkazyapmiz.
Bugungi konsertimizdan sara asarlardan, yangi hangomalardan, parodiyalardan va shu bilan bir qatorda retro hangomalardan ham foydalanganmiz. O'ylaymanki, dasturimiz sizlarga ma'qul bo'ladi degan umiddaman. Hammaga yaxshi kayfiyat bildiramiz, yaxshi kayfiyat tilaymiz. Dasturimizni boshlaymiz, konsertimizni. Demak, men Gavraga elimizni, xalqimizni suyukli san'atkori, ustozoda san'atkor, badiiy so'z ustasi, qiziqchi Iskandar Hamraqulovni davramizga taklif qilamiz. Iskandar Hamraqulov. Yashani. O'chirib tashani. Revrop qo'yinglar. Assalomu alaykum. Ahli Namangan. Assalomu alaykum qadrdonlarim. Assalomu alaykum men uchun eng qimmatli, aziz bo'lgan muxlislar. Bugun Iskandar Hamraqulovning konserti deyishyapti. Bugun konsert emas Karimberdi aka. Bugun benefis, ijodiy kecha. Ha, konsert sifat kulishamiz, lekin bugun ijodiy kecha xudo xolasa. Benefis. Va shuning uchun bugungi ijodiy kechaga biz taklifnomalarni alohida chiqarib 200 taga odamga berdik. 200 bitta ham bo'lgani yo'q. Asosiy shinamandalarga berdik-da, men uchun eng aziz bo'lgan muxlislarga. Bugun konsertdan farqli o'laroq eshitgan narsalar, oldin ijro qilgan narsalarimiz sizlarga yoqqan narsalar bo'lsa, so'rasanglar, talab qilsanglar, aytib beramiz ham qo'limizdan kelgancha bahoni qudrat. Lekin o'zimiz tayyorlagan dasturlarimiz bor. Bugun chin muxlislarni yerdik. Bugungi muxlislar 100% Iskandarni Samandardan ajratadiganlar. Sakkiz yildan beri aytib kelaman, men Iskandarman deb. Hozir kirib kelayotsam, bizga ham joy bormi, Samandar jon deydi. Yo'q dedim. Nimaga deydi? Bu faqat Iskandar uchun dedi. Biz ham kiraylik o'tirishgan bo'lsa kerak. 8 yildan beri aytib kelaman. Voy, nima deysiz endi? Otamiz Rustam Hamraqulov, men katta o'g'ilga Iskandar, ukamga Samandar deb ism qo'yganlar-da endi. Dadamiz Rustam Hamraqulov qo'yganlar shu ismni. Endi qayerga borsak aytyapman, Samandarjon, ana yangi narsangizni ko'rdingizmi? Voy, men Iskandarman. Samandarjon, voy, Samandar bilan Iskandarning farqi, Samandarning sochi butun. Ko'zi ko'k. Sochi jingalak Samandar. Yerkaliroq Iskandardan. Unaqasiga ham tushuntirdim, bunaqasiga ham tushuntirdim. Samandarjon, voy, men Iskandarman deb har bittasiga Karimberdi aka 1 minutdan vaqt ajratsam hamamchi umr yetmas ekan. Foydasi bo'lmadi baribir. Oxiri Samandar deyishlariga ko'ndi. Samandar deysam ha deb ketaveradigan bo'ldi. Ukamni otimi ham chaqirganiga ham shukr. Dadamni ismini ham chaqirganiga ham shukr. Onamni ismini ham chaqirganda nima qilardi? Bizni ham yaxshi to'ylarimizda xizmat qilib berasiz, Ma'nudaxon desa. Odamzod qiziqda endi. Shuning uchun hayotda olgan narsalarimiz bilan bo'lishaveramiz. Bizning Namanganimizning odamlarining tabiati qiziqda. Har bitta tumanimizniki, Popda odamlarning o'zini fe'l-atvori bor, Norinda o'zini fe'l-atvori bor, Kosonsoy tumanimizning odamlarining o'zini fe'l-atvori bor-da, yurganingizdan keyin ko'raverar ekansiz. Norin degan joyimiz bor, bilasizlar. Ashadga to'yga bordik, el xizmatiga. Shunda mashinadan tushib kelishimga to'y egasini oshnalari bo'lsa kerak-da, sinfdoshlari bir 8-10 kishi ular ham darvozani tagida perikur qilib turishgan ekan. Ichkaridan endi maza qilib chiqishgan. Mashinadan tushib kelishimga bittasi tanib qoldi-yu meni. O'zi gaz bo'lgan ekan. Uning ustiga akamimizni past tarafdagi tishidan o'rtadan ikkita tushib ketgan ekanda. Qolgan hamma joy butun, pastdan ikkita tushib ketgan ekan. Uning ustiga nos chekyapti. Mashinadan tushib kelishimga, "Iya, Rustam akamning o'g'li" deb Rustam aka deganda haligi teshikdan to'pponchadan o'q chiqqanday nos otilib chiqib keldi.
Yaxshiyam ana Matrica degan kinoni ko'rib olgan ekanman. Mana shundoq qilib qoldim. Qornimni yalab o'tib ketdi. Xudoga shukr deb tursam, yaqin kelib ushlab oldi-yu. Bugun qistir-qistirni o'zim boshlab beraman. Agar pul yaxshi tushadigan bo'lsa, uka, arra qilamiz. Deganda arrada R2-yu. Ana pistolet keyin avtomatga aylanib ketdi aka. Yog'ini to'sib bo'lmay qoldi-da keyin. Ey, ketmadi. Qulpinayi dog'i ketdi, gloski ketdi. Hamalariga ham ketdi-da uka. Ona uniki ketmadi. Yangi ko'ynak olganman. Nima qilamiz? Abrata shogirdlaringizga sovg'a qo'yaring, xursand bo'lib bervordim bitta shogirdimga sovg'a qilib. Nima qilyapsan desam, kiyib yuribman deydi. Qanaqa qilib olding desam, teskarisini qilib kiyib yuribman. Buyurib nasib qilsin. Odamlar fe'lining nos deganimizga tasni eshigi taqillabdi. Yosh kattaroq aka eshigini ochsa, bir mandan ham chiroyli bir ko'rkam yigit turgan emish. Dada! Dada! Ya Xudoga shukr tirik akasiz, dada mas o'tib ketgansiz deb gumon qilib yurardim. Voy dada, bormisiz? Dada tanidingizmi meni? Voy Adhamjonman. Voy o'g'lingizman dada. Esizdami 20 yil oldin meni bor nos top kelgin deb chiqarib yuboruvdingiz. Nos qidirib bu mahallaga o'tsam, yo'q, bunisiga o'tsam, yo'q, aylanib bunisiga borib uzoqqa ketib qolibman. Uyni yo'qotib qo'yib, yaxshi odamlar bor ekan, shular topib olib, mehr berib, mana o'zlari boqib, katta qilib, uylik, joylik qilib, o'zimni aqlim bilan, kuchim bilan oyoqqa turdim 20 yilda. Dada, Adhamjonman, taniyapsizmi? Mana bu orqamdagi Jeep mashinani ko'ryapsizmi? Shuni ham o'zimni kuchim bilan olganman, shu mashinani ham. Dada, desa, mashinangni qo'y, nos qani dermish. Odamlarda fe'lat borda, endi nima deysiz? Qiziq odamlar ko'p, ayniqsa bizni Namanganda hamchi, rosa qiziq odamlarimiz ko'pda. Chorsin bozorining oldida teatrimiz bor. Shu yerda Chorsin astronotkasida teatr yonida bir ayol kishi yurardi. Astronotkada turganlarga shunday kelib, orqasidan shunday turtib, "Oka, puldan bering, oka, puldan bering, oka. Oka, yo'q, oka, puldan bering, oka, puldan bering, oka, puldan bering, oka, oka, puldan boshqa gap gapirmaydi. Oka, puldan bering, oka, yo'q, puldan bering. Teatr aktyorlari chiqib turishsa, dadamiz ham chiqib o'tirishsa o'sha yerda birinchi bo'lib meni dadam Musa hamroh qilib oldiga kelgan. Dadasini ulug'layapti demanglar, ko'zim bilan ko'rganim. Yugurib, chunki hamma o'sha paytda 3 tiyin, 5 tiyin, 20 tiyin tanga bersa, meni dadam rahmatli bitta 3 so'mlik yoki bitta 5 so'mlik pul berganlar. Doim ular ham kim oldiga kelishi biladi-da. Kelib qolsa, dadamiz o'shandan ham foydalanib askiya qilardilar-da. Iya, xotin alimentga kelib qoldi-yu. Hammani xotinni bir oyda bir aliment olsa, bizni xotin bir kunda 2 marta ham olaveradi. Mana tez qozonga tayyorgarlik qilib turing deb hazillashib jo'natib yuborardilar-da. Puldan bering, oka, puldan bering, oka, yo'q, oka, puldan bering, oka, puldan bering, pul. Boshqa gap gapirmaydi. Bir Jizzaxlik akamiz bizni Namangan teatrida diplom spektakl qilib qoluvdi. Birga o'qiganmiz-da endi. Iskandar, siz Namangandansiz. Ha, tomoshabin yo'q, uka, meni hech kimim yo'q. Qadrdonlaringizdan, sinfdoshlar, oshnoqalardan ayting, sizlar bir 5 ta 10 ta tomoshabinlar o'tirsin, shuncha mehnat qilib spektakl qildim. Uka, shunga yordam bering dedi. Xo'p bo'ladi aka deb, buni aytib, ana G'ish ko'prigidagi bir ikkita akalarimni ham aytibman-da endi. 2 da boshlanadi dedi, ular 1 da soat abid qilganda bitta anondan ham bo'shatib olgan ekan. Uni ta'siri yo'q, hammasi yaxshi, spektakl boshlandi, o'tiribmiz. Bir mahal qadimgi zamonda spektakl ekanda, endi o tarixdan shoh chiqib, bu o'lkalar, bu zaminlar bizga ota bobolarimizdan meros bo'lib qolganidek deb turuvdi, zalda o'tiribmiz. Bir mahal g'udur bo'lib qoldi. Bundoq qarasam, kim kirgizgan uni? Qanaqa qilib kirib ketdi? Hech kim bilmaydi. O'tirgan tomoshabinlarning oldiga, "Oka, puldan bering, oka, puldan bering, oka, puldan." Tezroq ketsin deganda, "Mah" deb tezroq ketkizyapti endi. "Oka, puldan bering." Hamidullo aka degan akam borlar, hali ham borlar, ular uzoq bo'lsin. Sal qo'ng'iroqda, "Voy, mana kelgin" deb chaqirib, "Uni okoni ko'rsanmi?" dedi. Sahnadagi shohni ko'rsatib. Asha okon hozir mashincha pulni olib cho'ntagiga sovoldi. Uni ularga hammaga beribdi. "Borsan ham ol." Bunaqa hodisa faqat Namanganda bo'ladi-da. Shoh, bu zaminlar bizdan keyingi avlodlarimizga ham
meros bo'lib qolishligi deb turdi. Orqasidan anakim turibdi, bundoq qarasa, "Oka, puldan bering. Oka, puldan bering, oka, puldan bering, puldan bering." Repetitsiya paytida ham unaqa bo'lmagan-ku, shoh qatdan bo'lsa, qotib qoldi shoh. Nima bo'lyapti? Dedi, "Oka, go'layman, puldan bering, oka, puldan bering, oka, boshqa gap gapirmaydi. Oka, puldan bering. Nima qilishni? Yaxshi improvizatsiya degan narsa borda, holatdan chiqib ketish kerak-da. Shoh ham nima qilsin? "Hey, soqchilar! Soqchilar! Soqchilar bunaqa bo'lishini qattan bo'lib o'tirib, soqchilarning yarmi ko'chaga sigaret chekkan chiqib ketgan. Kim bor?" dedi. Yaxshi bitta soqchi o'sha yerda ekan. Bitta soqchi bilan bitta montyor chiqib keldi kurtkada. Eski davr bilan yangi davr. Sahnaga yugurib chiqib kelib, "Ko'zimdan yo'qoting bu alvastini!" dedi-da shoh. Desa bir mahal, "Nima? Kim alvasti? O'zi alvastdan tushdi, bajara qilsa orobdan bo'lgan, aytasiz buni bo'g'ib bo'lgaysa." Shoh suq qarg'ab ketdi-yu bir mahal. "Olib keting deyapman" desa, ikkita soqchi ushlab olib chiqib ketyapti. Haligi soqchiga qarab, "Oka, puldan berasiz, puldan bering." Chiqib ketdi. Jamiyatda yashagandan keyin shunaqalar bilan aralashaverasa, men unaqa toifalarda ustidan kulishdan o'zim qo'rqaman. Bu bo'lgan narsa-da endi. Hayron qolasiz. Bizda qizig'i gap ko'p, odamlarimiz o'zi ham qiziqda. Eshitganimizni aytamizda. Namanganlik hamma joyda bor-da. Dunyoni hamma joyida namanganlik bor-da. Samandar ukam 3 yil Amerikada o'qigan bo'lsa, deyarli mehmondorchilikdan bo'shamadim 3 yilda deydi. Kimdan desam, o'zimizni namanganliklardan deydi. Ko'pligidan-da endi. Qayerga borsang namanganlik borda. Hozir Temuriyani imkoniyatlar kengayib ketdi. Yaqinda ikkita shaharlik akamiz o'zida gapda o'tirdik, aytib berishdi. O'zim yumalab qoldim kulaverib. Aytdim, "Aka, shuni aytaman" desam, "O'xshatsangiz aytavering" dedi. "Ammo o'timizni aytma" bo'pti dedi. Xitoyga borganini aytib berdi. O'zimiz hozir biznesmen yigitlar ham ko'pda Xitoyda yurishgan. Endi qandoq aytib bergan bo'lsa, shundoq aytib bermasam bo'lmaydi-da, chiqmaydi bo'lmasa. To'g'ri tushundinglar. Aytib beryapti endi. Bir mahal Xitoyda yurimizdang hojim. Nosirxon akalarimiz. To oshxonasiga mustalovaga kirib o'tdi. Unda ham doq qarasa, akvariumda katta. Hojim, mahinno keladi, qurvaqalar. Bizga qarab turibdi, bizni qaysi biri yer ekan deb. O'ligini ko'rib aytdim Nosirxonga, "Nosirxon, ashindan yeyolarmidingiz?" Desam, Nosirxon ham, "Akramboy, siz yesangiz, yeverama." "Yo'q, nima yesanmas?" dedi. "Nima yeyman? Yeyolaysizmi? Nima siz yesan? Men yesam yeysizmi?" Haligini qilib bir-birimizga haligi dalshi bo'lishib deydi-yu, gaplashib, zakaz qilib yubordik deydi. O'tiribmiz bir mahal. 15 minutdan keyin menda olib kelib qo'ydi. Ustini shundoq ochuvdi, voy, tiriga o'xshaydi, pishgan. Turibdi, "Akramboy rangi o'zgarib ketdi" dedim. O'tirgan joyda bir mahal Nosirxon boshla. "Nima amon boshlayman? Siz boshladingiz-ku o'zi hammasini." Boshdan qarangi sizga qarab turibdi. Nosirxon "Akramboy, men bundoq boshlayolmayman, vaq. Nima qilish kerak?" Bitta anundan chaqirtiraylik. Bitta 07 dan chaqirtirdi. Uddu. Nosirxon boshla. Sovutdi. Akramboy deb, "Yo, yana bitta chaqirtiraylik." Ikkinchi 07ni chaqirtirdi. Uni ham uddi. Ikkita 07ni urib olgandan keyin kishi o'ttada qurvaqa, ikki chekkada ikkalamiz toshbaqa o'pamiz. Nosirxon. Ago. Voy, bu o'tijam uravering. Bu o'zimizni soydagi qurvaqalardan emas. Bu birraylar qurvaqa. Men surishtirdim mana pizzandan. Buni qurvaqani go'shi, o'zimizda tovuq go'shi bor-ku, taba.
tovuq go'shtiga rosa o'xshar ekan, o'sha bilan bir xil ekan. Desa, Akram boy undan ko'ra bitta tovuqcha qilib turaydi. Mayli qurbaqaga o'xshasa ham mayli. Yep, ko'raverasan-da endi aylanib o'rgilib, aqa borsang ham, baqa borsang ham ko'raverasan. Bugun ijodiy kecha, hali yana kulishamiz. Men har bitta ijodiy kechamda nostalgiya qilaman deganman-da endi. Ustozimiz, avvalo eng haqli bo'lgan inson, padara buzrukvorimiz Rustam Hamroqulovning bir narsalarini tayyorlaganmiz. Kulib olavering opa. Keyin boshlayman. Kuling, maza qiling. Bo'lgan narsada hozir men ijro qiladigan narsamiz otamiz Rustam Hamroqulovning sartaroshlar haqida. Sartarosh haqida, sartaroshlar emas, sartarosh haqida. Rustam Hamroqulovdan nostalgiya. Marhamat. Qo'llab turasizlar. Ko'zlaring ashtang-u pashtang, sartarosh dursan jarang. Shuncha ishlab bilmading, la'nat o'tmas ustarang. Shuncha ishlab bilmading, la'nat o'tmas ustarang. Elni aldab pismayin, pulni olib qishayin, qaltirab qo'l jag' kesin. Yot qo'yursan vadavang, yot qo'yursan vadavang. Oldirsa soqol, rizoma sendan yo'qol. Avval o'rgangin qo'pol, landovur kallavaram. Avval o'rgangin qo'pol, landovur kallavaram. Bir qavat etni shili, qizartirib tili. Septing suv vish-vishlatib, bujmayib turdim arang, bujmayib turdim arang. Massaj qilsang agar, toza qo'l birlamagar, kampres qilmoq uchun oq sochig'mas kirlatang. Kampres qilmoq uchun oq sochig'mas kirlatang. Keskanga paxta qo'ying, rahmat etding jon kuyim. 50,000 so'm pul to'lab, qutulib qochdim arang, qutulib qochdim arang.
Salomat bo'linglar, joninglar sog' bo'lsin. Sartarosh deganimizga bir narsamiz bor edi, sog' bo'ling onajonim. Sartaroshxonaga bittasi yugurib kirib kelib, "Sartarosh aka, ochirtini eshitgan odam bor. Siz Sartarosh 5 ta debdi. 5 ta, har bittasini soqolini 15 mingdan olsa ham 5 tanasi 1 soatda 15 ming. Aka rahmat! Mingga qo'yib chiqib ketibdi, qaytib kelmabdi. Ertasiga kirib kelibdi. Sartarosh aka, assalomu alaykum, ochirtini eshitgan odam bor. 6 ta. Kecha 5 tasiniki 1 soatda 15 ming, 6 tasini 1,5 soat. Aka rahmat! Yana mingga qo'yib chiqib ketgan, yana yo'q. Sartarosh ensasi qotib, "Padaringga la'nat, 2 kundan beri keladi, nechta odam borligini so'raydi, qaytib kelmaydi. Ertaga ham kelsa, orqasidan poylaysan" debdi shogirdiga. U ham erinmagan ekan. 3-kuni ham kirib keldi. "Sartarosh aka, assalomu alaykum, ochirtni nechta odam bor?" 10 ta. 10 ta? 10 ta. Aka rahmat! Do'ppisini osmonga otib chiqib ketibdi. Shogirdiga aytib, "Orqasidan poyla." Shogird ham ana orqasidan poylab chiqib ketgan. 15 minutdan keyin qaytib kelibdi. Rangi oqargan, nastarenasi yo'q, kallasi egilgan. Ustoz so'rabdi. "Nima bo'ldi?" desa, "Nima bo'lardi? Rasvo bo'ldi, kirib ketdi" debdi. "Qaqa kirib ketdi?" desa, "Qaqa bo'lardi, uyga kirib ketdi." "Sizlarnikigami?" desa, "Yo'q, sizlarnikiga" dermish aka. Bu sal sekinroq yetib boradiganda ishlasa emas, hali uyga borganda kuladiganlar bor. Voy! Dersa yangam ham yotgan joyda, "Hay, sanga emas, yotaver." Ana Iskandarning gapi endi esimga tushib ketdi. Bugun ijodiy kecha ijodkorlarni taklif qilganmiz. Mana o'zim kuzatardim ham, boshqa qiladi. Bugun juda ham quvondim. Bugun mening muxlislarim ichini to'ldirdilar. Karimberdi To'ramurod. Joningiz sog' bo'lsin, tiqasanglar, ayamasanglar. Ajoyib jurnalist, ajoyib yozuvchi, ajoyib shoir. Karimberdi aka, xush kelibsiz. Biroq so'z beraman, o'zingizda nimadir bo'lsa, aka. Bir narsa keyin Karimberdi akam ijodlaridan bir narsa aytib beramiz. Mayli, unda qilsak ham bo'laveradi. Karimberdi akam ijodlaridan bo'lmasa, yaqinda bir narsa aytib o'tay. Mashhurlik Xudo bersa, liboy odamga kelaverar ekanda. Liboy odamga kelishi mumkin mashhurlik. "Men teni adiydim, men teni adiydim." Mashhur. Pursar qiptimi? Xudo o'shanga mashhurlikni berdi-da. Beraman desa bu pasli ekanda. Yana bir otamiz mashhur bo'ldilar. Yaqinda eshitdik. İçim bir achishdi. Ko'rib maza qilib yuruvdik-da. Bir otaxonimiz ijtimoiy tarmoqda paydo bo'lib qoldilar. Qisqina, qachon bir o'tiramiz? Qiyomat bo'lgani yo'q-ku. Men bir choy damlay, qachon bir o'tiramiz? Shu odamni qisqa videolar, shu odam ham umrining oxirida mashhurlik keldi shu odamga. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi? Qalpoq guruhida ishlatdinglar uni, to'g'rimi tog'a? O'sha insonni. Xudorahmi, qayerdan edilar? Navoiydanmidilar? Asha otamizdan ilhomlanib qarang, nimadir turtki bo'ladi-da. Ozgina uchi chiqib qoladi, shundan tortib ijod qilib chiqarib olasiz. Qarang, shu qalblariga tegibdi-da Karimberdi akam. Shu otaxonimizning so'zlarini davomiyligi sifatida. Ke qizim. Do'ppi kiygandim, men do'ppida o'qiraman-da. Bunaqasiga kiysan bo'lmadi, bunaqasiga kiysan bunday qildim-da. Do'ppini sal qiyshaytirib kiyish, Xudo rahmat qilsin, Muhiddin Darvishga yarashardi. Mana bundayroq qilib bir obraz qildim-da endi Karimberdi aka. Qachon bir o'tiramiz? Ayo do'st, qarindoshlar, biri ko'z, biri qoshlar, damlab qozonda oshlar, qachon bir o'tiramiz? Biror bahona qilib, ota uyda yig'ilib, bir-birovga tiqilib, qachon bir o'tiramiz? Tengqurlaru ulfatlar, g'animat bu fursatlar, qurib go'zal suhbatlar, qachon bir o'tiramiz? Sinfdoshlar, jo'ralar, bek yigitlar, to'ralar, o'rnatib zo'r qo'ralar, qachon bir o'tiramiz? Qora qo'chqorni so'yib, go'shtni tandirga qo'yib, jizdan kabobdan to'yib, qachon bir o'tiramiz? Tog'da bo'lsa ham mayli, bog'da bo'lsa ham mayli, biror sabab tufayli qachon bir o'tiramiz?
tugamas ish degani, g'am u tashvish degani, barisin unutgani qachon bir o'tiramiz. Dunyolardan uzilib, odamlardek yozilib, yonboshlab yo cho'zilib, qachon bir o'tiramiz. Biz diydorga zore deb, bu dunyosi tore deb, qo'l siltab bore deb qachon bir o'tiramiz. Men bir choy tashkil qilay, mayli o'zim bosh bo'lay. Ayting, qaysi kun qulay? Qachon bir o'tiramiz. Qiyomat bo'lgani yo'q-ku. Salom berdi Salomurod. Rahmat sizga. Men bu yerga shoir, yozuvchi bo'lib kelganim yo'q. Men muxlisman-da o'zi avvaldan. Rustam aka rahmatliga muxlis edik biz. O'sha ajoyib latifalarini eshitib ulg'ayganmiz. Iskandar she'rlarni ham chiroyli o'qigani uchun quruq kelmadim. Bitta yangi she'rni sizga hadya olib keldim. Do'stlar bizni unutdi. Yoqmay qoldik shekilli. Yovlik yo'lini tutdi. Yoqmay qoldik shekilli. Ulfatlar osh qilibdi. Davralari to'libdi. Ammo mensiz bo'libdi. Yoqmay qoldik shekilli. Qo'shnim boqmas yuzimga, javob bermas so'zimga, ko'rinmay der ko'zimga. Yoqmay qoldik shekilli. Yorim ham yuz o'girdi. 3 kun arazlab yurdi. Chaqirsam labini burdi. Yoqmay qoldik shekilli. Otaga ham onaga, tog'a, xola hammaga, voy nahotki hammaga yoqmay qoldik shekilli. Kayfiyat tushib ketdi, dilga xavotir yetdi. Nahot o'zimdan o'tdi, yoqmay qoldik shekilli. Ishqimdan qongan qani, bag'rimda yongan qani, so'zidan tongan qani, yoqmay qoldik shekilli. Kecha pulim ko'p edi, do'stlarim to'p edi. Karim berdi xo'p dedi, yoqmay qoldik shekilli. Xo'sh, yana shunaqa she'rlardan ancha bor. O'ylaymanki, sizga ma'qul bo'ladi. Bu ko'pchilik biladi, o'sha bu olis 18 yoshimda edi degan qo'shig'imiz ham ancha mashhur bo'ldi. Shu kitobni sizga sovg'a qilaman. Yana bitta kitobim bor. Buni otini o'zidan ham bilinib turibdi. Mayda bezori qariya. Hammasi kulib o'qiladigan hajviyalar. Ichida bittasini shu qalpoq uchun yozuvdim. O'zlariga ham aytganman, sizlarga bitta ssenariy beraman deb. Aynan o'sha mayda bezori qariya. Birga o'ynaysizlar, xudo xolasa sahnalashtirasizlar. Bu kitoblar sizga sovg'a. Sizlar uchun alohida sovg'a bor. Sog' bo'ling, ijodingizga omad tilayman. Men sizni Iskandarligingizni yaxshi bilaman. Karim berdi Salomurod. Salomat bo'linglar, ijodkorlar. O'qib chiqay keyin beraman, ha. Biz qalpoq guruhi bilan hammamiz shunaqa bir kitobni gadosimiz desak ham bo'ladi, yaxshi asarlarni. Arifjon Sultonov kelib taqarsa kelinasiz. Iskandar Hamraqulov. Xo'p, dasturimizni birinchi bo'limini yakunladik. Endi ozgina lirik chekinish qilamiz. Avvalambor yana bir bor kelgan mehmonlarimizga rahmat. Karimberd aka, ijozat ko'rsatmasin. Men hozir bu kitobni albatta alohida o'qib chiqamiz. Birinchi bo'lib men o'qib chiqaman. Keyin Iskandarga aytaman fikrlarni. Xullas, hammaga yaxshi kayfiyat. Endi lirik chekinish qilamiz. Bir jup qo'shiqqa navbatni beramiz. Poplik, qalbi toza, ko'ngli toza, ovozi ham juda shiralik ijodkor do'stimiz Akbarali Allayorov bugun mana shu yerda. Akbarali, keling. Salomat bo'linglar. Avvalo shoir Mirzo Karim aka bilan mana yaqin yillarda hamkorlikdamiz. Ikkita chiroyli yangi qo'shiq qildik. Sizlarga manzur bo'lsa, o'zimizni baxtiyor his qilamiz. Salomat bo'lasizlar. Marhamat.
ko'ngling qulfiya ishq bog'imdan armon yilmasin zulfing o'ynab jonim zulfiya o'zing kelgin rahming kelmasin Majnun misol bo'lsam divona Layli bo'lgin nozi mastona Majnun misol bo'lsam divona Layli bo'lgin nozi mastona Qalbim qasr, ko'nglim ostona O'zing kelgin rahming kelmasin Qalbim qasr, ko'nglim ostona O'zing kelgin rahming kelmasin Bu dunyoda sulular bisyor Bevafodan dil mudom hushyor Yurakkinam istaydi chin yor O'zing kelgin rahming kelmasin Men rahmga emasman muhtoj Malikam bo'l kiydiray kel toj Men rahmga emasman muhtoj Malikam bo'l kiydiray kel toj Gar borishga topmasam iloj O'zing kelgin rahming kelmasin Gar borishga topmasam iloj O'zing kelgin rahming kelmasin Qo'shiq aytkim keldi husningga Guldan qiyos izlab jismingga Mirzolar shir bitdi ismingga O'zing kelgin rahming kelmasin Mirzolar shir bitdi ismingga O'zing kelgin rahming kelmasin Ochilmaydi ko'ngling qulfiya Shu bog'imda armon yilmasin Ochilmaydi ko'ngling qulfiya Shu bog'imda armon yilmasin Zulfing o'ynab jonim zulfiya O'zing kelgin rahming kelmasin Zulfing o'ynab jonim zulfiya O'zing kelgin rahming kelmasin O'zing kelgin rahming kelmasin O'zing kelgin rahming kelmasin Galdagi qo'shig'imizga o'ynasa ham bo'laveradi, sizlarga davom etamiz. Mana shu qo'shig'imizni taqdim etamiz. Oy qiz degan qo'shiq. Mirzo Karim akamizning she'rlari bilan. Qani marhamat davom etamiz.
go'zal nozlariga qaranglar, hammamizga qoshlarini taranglar. Nozli go'zal nozlariga qaranglar, hammamizga qoshlarini taranglar. Oydan tushib kelganmi yo oy qizi, yer ahlini boshin buncha garanglar. Oydan tushib kelganmi yo oy qizi, yer ahlini boshin buncha garanglar. Qaranglar, 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 kulgulari jonim olib jaranglar. Oy qizini sevib qoldim onajon, kelin qilib boshiga ro'mol o'ranglar. Ey qaranglar, 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 kulgulari jonim olib jaranglar. Oy qizini sevib qoldim onajon, kelin qilib boshiga ro'mol o'ranglar. Davramizning malikasi shu ekan, yuragimning tahlikasi shu ekan. Davramizning malikasi shu ekan, yuragimning tahlikasi shu ekan. Qarash boru bir bor qismin so'rash yo'q, g'arib oshiq nasibasi shu ekan. Qarash boru bir bor qismin so'rash yo'q, g'arib oshiq nasibasi shu ekan. Qaranglar, 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 kulgulari jonim olib jaranglar. Oy qizini sevib qoldim onajon, kelin qilib boshiga ro'mol o'ranglar. Ey qaranglar, 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 kulgulari jonim olib jaranglar. Oy qizini sevib qoldim onajon, kelin qilib boshiga ro'mol o'ranglar. Mirzo o'zi muhabbatning kasali, yo rohati yo ofati g'azali. Mirzo o'zi muhabbatning kasali, yo rohati yo ofati g'azali. Kimligini aytdi shoir shu qizni, yo farishta yo farg'ona go'zali. Kimligini aytdi shoir shu qizni, yo farishta yo farg'ona go'zali. Qaranglar, 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 kulgulari jonim olib jaranglar. Oy qizini sevib qoldim onajon, kelin qilib boshiga ro'mol o'ranglar. Ey qaranglar, 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 kulgulari jonim olib jaranglar. Oy qizini sevib qoldim onajon, kelin qilib boshiga ro'mol o'ranglar. Kelin qilib boshiga ro'mol o'ranglar. Ey kelin qilib boshiga ro'mol o'ranglar. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar, rahmat. Marhamat Orifjon. Akbarali Alloyorov qarshilaymasanglar. Akbarali ovozga ovoz, sanatsizga sanat qo'shilsin. Rahmat, baraka toping. Xo'p, dasturimiz davom etadi. Yana bir bor eslatib o'taman, bugungi konsert dasturimizning bosh homiysi Ahmad Doda tantanalar majmuasiga bitta chiroyli qarshilaymasanglar. Barcha kelgan mehmonlar nomidan, jamoamiz nomidan Ahmad Doda majmuasiga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mana shunday chiroyli sharoitlar qilib bergani uchun bizga. Rahmat, sabr, hamkorligimiz bardavom bo'lsin. Xo'p, endi boya aytdim, poytaxtdan, qo'shni viloyatlardan mehmonlar kelishgan, san'at dargalari, kulgi ustalari kelgan. Endi yakkaxon qiziqchilik boshqa, o'zimizni eski milliy askiya payrov ustalari boshqa. Ularning san'ati bizni o'zbek milliy qadriyatlarimizni yillar davomida ushlab kelyapti. Mana shunday san'at ustalari, ya'ni askiyachi, payrovchi ustalarimiz bugun tashrif buyurgan. Andijondan ustozoda san'atkor ustoz akamiz tashrif buyurgan. Hoji aka, Mamasidiq Alixonov, keling aka. Muhiddin Sultonov birgalikda kelishgan. Keling usta. Sizlar davraga taklif qilamiz. Yana bitta mikrofon berasizlar. Rahmat Orifjon, salomat bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar. Ustozoda bizni qadrdon ukamiz Iskandar Hamroqulovning ijodiga
oshino bo'laylik, bugungi davrada mazza qilaylik deb bizni jonajon qadrdon ukamiz Iskandarjonni hurmat qilib mana shunday koshonaga yig'ilgan azizlar, barchalaringizga yaxshi kayfiyat, mustahkam sog'lik tilaymiz. Sog' omon bo'linglar. Assalomu alaykum aziz shinavandalar, muxlislar. Do'stimiz Iskandarbeyni ijodiy kechasiga barchalar xush kelibsizlar. Hammalaringizga go'zal Andijondan salomlar. Muhiddinjon, Labbay aka. Orifjon endi bizni aska qilib beradi deb chiroyli so'zlar bilan mana shu sahnaga chiqishimizni iltimos qildilar. Mana sahnaga chiqdik. Ukajon, siz endi xohlagan payrovingizni boshlaysizda, men sekin orqangizdan olib borib turaveraman. Marhamat. Orif aka bizga navbatni berib pastga tushib ketganingizda vahima qildingiz, hayron bo'ldim. Nima deb? Orif ketdi deb. Orifjonni sahnadan tushib ketgani ham yaxshi bo'ldi Muhiddinjon. Nimaga? Agar Orifjon sahnada biz bilan qolganda siz ham vahima qilarardingiz. Nima deb? Orif qoldi deb. Mahammasni aka. Labbay Muhiddinjon, Juda chiroyli tadbir bo'lyapti mana. Albatta, nimasini aytasiz? Piru badavlat otaxonlarni, munis onaxonlarni ko'rsam juda havasim keladi-da. Yashang, salomat bo'ling. Yaqinda bir yangi gap eshitib qoldim. Muhiddinjon, qanaqa gap eshitdingiz? Mahammasdiq aka kampiri bilan kelib Namanganda Chortoq sanatoriyasida dam olib ketdi dedi. Shunaqami? Juda ham to'g'ri gap eshitibsiz. Ha. Namanganda Chortoq sanatoriyasiga kelib mazza qilib 10 kunda olib keldim. Mazza qilsizlarda chola kampir, ha? Yo'q, bitta narsani xomroq eshitibsiz-da ustozoda. Nimasini? O'zim yolg'iz keldim, kampir ketib qolgan uka, kampirsiz. Ha, kampirsiz keldim demoqsiz. Ha, o'zim yolg'iz yakka keldim. Kampiringiz ketib qolganini eshitdik. Ha. Iskandarbek, Orifjonlar bilan siz orqangizdan bir xayrli ish boshlab qo'ydik aka. Qanaqa ish boshladilaring? Endi yosh o'tgan odam yolg'iz yashamasin. Ha. Uylantirib qo'yaylik deyapsiz sizni. Voh, unda sizlarga rosa duo qilaman-ku, rahmat ukalarim. Uylanishni eshitib kayfiyatingiz ham ko'tarilib ketdi, ha? Endi uylanishni eshitgandan keyin bizga ham ko'tarilib ketadi uka. Kayfiyat ko'tarilmay, mana shunday davrada maza qilamizlar. Rosa o'zingiz bop o'qimishli ziyoli bitta kampir topdingiz sizga. Sog' bo'linglar, juda xursandman. Xo'p. Endi xo'p deb qolsin deb o'zingizda yo'q xislatlaringizni ham qo'shib rosa maqtadik. Nima deb maqtadilaringiz? Yoshi 70 ga kirgan bilan g'ayratdan qolganmas. Ha. Xo'p deb tegoring sizni mehnatga solmaydi. Ha. Shu yoshda ham o'zini o'zi eplaveradi dedim aka. Salomat bo'ling Muhiddinjon. O'sha kampirni rost men bilan turmush qurishimizni xohlasanglar kamroq maqtab qo'yibsiz-da. Yana nima deyish kerak usta? Ustozim Muhammaddiq akam 5 milliondan oshiqroq pensiya oladi. Ha. To'ylardan ham yaxshi topib turadi. Ha. Tijorat do'konlari bor. Muhammaddiq akamning dasmayasi ham rosa katta demadingizmi? Biz savdo bilan shug'ullanamizda, savdogarda katta dasmaya bo'lish kerak. Moliyaviy tomonni aytyapsizmi? Albatta-da ukajon. Buyog'ini aytdim, pensiyangiz u uyingizdagi teplisi do'konlaringiz qolmadi. Aytdingizmi? Hammasini aytdim, o'ziga to'q, o'ziniki o'ziga bemalol yetadi dedim. U kampir nima dedi Muhiddinjon? Kampir qiziqib qoldi pulingizga eshitdi. Yashang, chiroyli ish bo'pti-yu. Qiziq gapni gapirdi-da. Nima dedi? Ilgarigi davrlarda sog'lom, baquvvat yigitlarni armiyaga olardi. Aha. Kasal bo'lsa olmasdi. To'g'ri. Sekin o'zi bilan tengqurlardan surishtirib bering. Ha. Ish qilib yoshligida armiyaga olganmikin deyapti. Shunaqa dedimi? Shunaqa dedi. Rosa injiq kampir topibsizlarda. Endi bir yostiqqa bosh qo'yadigan ekan surishtiradi. Bugungi tadbirdan keyin to'g'ri o'sha kampirning uyiga borasiz. Xo'p. Muhammaddiq akamni armiyaga olgan ekan, 2 yil xizmat qilgan ekan. Birinchi yili snayper bo'lgan ekan deysiz. Snayper? Ha. Isbot qilib berishim kerak aka, qiyin u. Snayper bo'lib xizmat qilgan 1 yil desangiz, qanaqa qilib isbot qilinsa shu ham qiyinmi Muhiddinjon? Nima deydi, tushuntiring. Muhammaddiq akam mo'ljalga aniq oladi. O'zim ko'zim bilan 5-6 marta otganini ko'rganman deysiz-da.
Mishenga. Mishanga aniq oladi deysiz. Bu sniper bo'lganingizni bekor aytibman. Nimaga endi? Kampir bir cho'chib tushdi. Nimaga cho'chiydi? O'zidan bir so'rab qo'ying Ha. deyapti. Agar armiyada rostdan sniper bo'lgan bo'lsa, Ha. mabodo u yer bu yerga o'q yeb qo'ymaganmikin deydi. Unaqa deb gumonsiraydigan bo'lsa o'sha kampir. Ha. Ikkinchi yili desant bo'lgan deysiz. Endi olib qochsiz aka. Nega olib qochaman? Men ikkinchi yil desant bo'lib xizmat qilganman. Qanaqa xizmat qilgansiz desantda? Aytib beraymi? Ayting. Agar shuni ham isbotlab bering deydigan bo'lsa, o'sha kampirga tushuntirasiz. Qani? Muhammad Sig'agan parashyutni yelkasiga ilib olib, samolyotga o'tirib osmon falakka uchar edi. Hop. O'zim ko'zim bilan raza ko'tarilganda tashaganini ko'rganman deysiz-da. Parashyutdan. Armiyaga borganingizga ham ishontirdim. Ha. Bir nozik kamchiligingiz ochilib qoldi. Qanaqa kamchiligim ochilib qoldi yana? Hujjat ishlariga puxtamasan Rahmonol aka. Yo'q-e. Ilgarigi ayolingiz bilan zakisiz kesilmagan ekan u. Shunaqa deyaptimi? Shuni bilib qoldim. Juda injiq kampir ekanda. Menga shart qo'yapti. Nima deyapti? Akangizga ayting. Ha. Haqiqatdan menga uylanish niyati bo'lsa, oldin kestiradi, keyin tegaman deyapti. Zakisda. Muhammad akam juda ham aqlli inson deng. Hujjat ishlariga rosa pishiq deng. Hop. Dokumentini qo'lim bilan ushlab o'zim ko'zim bilan ko'rganman. Muhammad akam kesilganda o'ring. Zakis qog'ozimiz kesilmasa qanday uylanamiz? Kesilganda zakis qog'oz. Unga ishontirdim. Xo'p, yana surishtiryapti, tapu bo'lmaysiz endi. Nimaga surishtiradi? Surishtiryapti. Ha. Yosh o'tgan odam ekan. Ha. Injiq bo'lib qolgan bo'ladi. Shunaqa deydimi? Kechasi kelib olib menga unaqa ovqat qilib bering, bunaqa ovqat qilib bering deb diqqat qilmasmikin? Xo'p, sekin o'zidan so'rang deyapti. Aha. Kechqurun men yegan narsani yeb yotaveramikin deyapti. Ovqat tanlamaydimi deydi. Tushundim Muhittinjon. Muhammad akam guzar ko'rgan yigit deng, ovqatlarga yarasa usta deng. Chiroyli muomala qiladigan bo'lsa, sizni mehnatga solib qo'ymaydi, 5-6 qilini qilaveradi deng-da. Osh, sho'rva, qozon kabob, dinlama hammasini biladi deng. Oxirgi shartiga ham chidaysiz. Qanaqa yana oxirgi sharti bor ekan? Bu odam ulfatchilikni ham bilmas ekan, ko'chaga uyga ham chiqmas ekan deyapti. Shunaqami? Har kuni uyda birga bo'lsak, bir-birimizga qarab urushib qolamiz. Shuning uchun 3 kundami, 4 kundami bir smenada turadigan ish topib bering dedi. Shunaqa dedimi? Topdim. Shunaqami? Qayerdan ish topdingiz? Mana shu majmuaning boshlig'i Boburjon bilan gaplashib bitta ish topib qo'ydim sizga. Nima dedi Boburjon? Rozi bo'ldimi? Faqat qorovullik bo'lib qoldi aka. Qorovullik bo'lsa nima, Muhittinjon o'sha kampirga uylanib olsak bo'ldi-da. Rozimisiz? 1000 marta roziman. Boburjon ham rozi bo'ldi, yoshingizni eshitgandan keyin ikkilanib qolyapti. Nimaga Boburjon ikkilanadi? Aka, bu odamni yoshi o'tib qopti. Bu yerda ancha-muncha narsalar saqlanadi, tovarlar, mollar. Bu yoshi o'tgan odamni qorovullikka qo'yib qo'ysak. Xo'p. Kechasi uxlab qolib, urdirib qo'ysa nima qilamiz deydi. Siz Boburjonga tushuntiring. Movullaringizga ayting, bir Muhammad akamni ishini tekshirsin deng. O'zi qorovul bo'lsa, qanaqa qilib tekshiradi? Avval meni buyruq bilan ishga olsin, keyin meni navbatchiligimda o'sha Boburjon tayinlagan yigitlar kechasi 1dami, 2dami kelsin. Hop. Yosh keksayib qolgan odam uyqusiz bo'lib qoladi, yotmaydi, turganini ko'rasiz, do'ring. Uxlamasdan ertalabgacha qarab chiqamiz do'konga. Bunaqa bo'lsa-chi usta? Ana shu kampirni ham shuga chaqirib qo'yganmiz. O'shadami, shu yerdami? Bu yerda hozir. Salomat bo'linglar. Bugun bir ko'rishinglar. Yulduzinglar to'g'ri kelib qolsa, bir-biringlarga ma'qul bo'lsanglar, hop, mana shu konsert bahonasi sizlar to'ylar deb o'tkazib beramiz aka. Tilingizga shakar. Unda sizni raza duo qilaman-da Muhittinjon. Rahmat. Shogirdimiz Muhittinjon bizga kampirlik qilgan deb. Rahmat. Usta. Labbay Muhittinjon. Bitta narsaga hayronman, hozir Iskandar o'zi ham aytdi-da. Nimaga hayron bo'lasiz? Qayerga borsam Samandar deydi. Shunaqa dedi. Samandar. Men ham uni ko'p davralarda guvohi bo'lganman. Iskandarning ismi bilan Samandarjonning ismini almashtirib qo'yib, qachon Iskandarni ko'rsa Samandar deb aytadiganlar ham bor. Bularda ajrashni yo'li oson aka. Qara qilib ajratsa bo'ladi. Samandar Hamroqulov sevimli telekanalda ishlaydi. Doim yonida go'zal qizlar, jonlonlar bo'ladi. Juda to'g'ri. Yana bir farqi bor. Qanaqa?
Iskandarjonni qo'lida ham yonida ham xo'roz bo'ladi. Yana bitta faxlasa bo'ladi aka. Qanaqa? Samandarning sochlari qo'ng'ir chiroyli qilib parvarish qilib yuradi. Juda to'g'ri. Iskandarning sochiga parvarish ham shart emas. Samandar hamrohini chiroyli qo'shiq kuylaydi, kinolarda rol o'ynaydi. Juda to'g'ri. Iskandar esa futbolni yaxshi ko'radi. O'zi Real Madridga muxlislik qiladi. Shunaqami? Ha, futbolni yaxshi ko'radi-da. Bekarga talat aka, fanat aka degan gapni olgan bas. Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Hammalaringizga yana bir bor yaxshi kayfiyat tilaymiz. Iskandar ukamning ijodiga barkamollik, hojalarning uzoq yillar duosini olsin. Ustozimiz Rustam akam hamroh qilibdi, ruhlari farzandlaridan bizlardan doimo shod bo'lsin, sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar, rahmat. Rahmat, salomat bo'linglar. Rahmat, ustoz. Mamaslik aka Alixonov, ustozozi san'atkor Muhiddin Sultonov, choli askarlarimizga, andijonlik payrovchi ustalariga qarsaklar, amsaylar. Sog' bo'linglar. Maza qildik usta, bu yangisi shekilli-a. Yangi ekan, mana shu dastur uchun alohida tayyorlab kelibsizlar, ko'z tegmasin. O'zbek san'atiga, kulgi san'atiga ko'z tegmasin. Mana maza qilib kulishdik, yayrashdik. Demak, yana hangomalarimizni, kulgilarimizni davom ettiramiz. Ikkinchi bo'limni boshlaymiz. Men davraga yana bor badiiy so'z ustasi, qiziqchi Iskandar Hamraqulovni taklif qilaman, qarsaklar bo'lsin. Iskandar Hamraqulov. Rahmat, salomat bo'linglar. Joyinglar sog' bo'lsin, ustajonlar, rahmat. Ming rahmat. Bizni dadamizni ko'rgan insonlar bular. Sizlar duoylar ham naqd biz uchun. Joyinglar sog' bo'lsin. Ming rahmat. Maza qildinglarmi? Ustozlarga bitta qarsaklarni ayamasanglar. Ya bir kishining ko'nglini shod qilsang, o'zingni ham ko'ngling shod bo'ladi-da. Bir tiling yayraydi-da. Bir yaxshi ish yaxshi bo'lib ketgan bir yigit bu oyoqqa turib ketgan ishlari, bizneslari yurib ketgan, haligi hozir yangi zamonaviy chiqqan Li 9 degan jip mashinasini minib mahallasidan chiqib ketayotsa, mahallasini boshida bir onaxon bir yashikni teskari qilibmi, korobkani ustiga bir narsa yozibmi, zelin-pelin, ko'kat, rediska, pidiskalardan qo'yib savdo qilib sotib o'tirgan ekanlar. Hali yigit ko'rib o'tib ketibdi-da, ko'zi tushib, onam rahmanlik bizni mana shunday qilib boqqanlar. Qishinidi, yozinidi, shu agarotda nima bo'lsa olib chiqib shu bizni shuna qilib oyoqqa qo'yganlar onam. Onasi esiga tushib ro'mol boylashlari ham onamga o'xshab ketar ekan. Shu ayoldan bir savdo qilib ishini yurgizib ketay. Shu qilgan yaxshiligimiz savobi onamga borsin debdi-da, sharta mashinani orqaga qaytarib haligi kampir oldiga kelib to'xtab, "Assalomu alaykum onaxon, hormang. Bu ko'katlar ajoyib-ku, svejiy, bu rediskalar nech pul aka, onam?" Desa, onaxonam, "Bolam, rediskani bog'i 5000 so'mdan. Ko'proq olsangiz, yana ham kelishtirib beraman." "Ya, o'zi 5000 yaxshi ekan, ona. 10 tasi 50 ming bo'ladimi, ona?" "Ha. Mana 50 ming 10 ta bog' rediskaga. Harakat qilmang, ona. Rediskani keragi yo'q. Duo qo'ying." Shart mashinasiga o'tirib ketib yoribdi. "Voy, kuni bilan haligi qilgan yaxshiligiga dili ravshan bo'lib, kayfiyatda yurib, o'zini bir baxtli his qilgandek bo'pti-da, kechqurun ham chiroyli uxlagan, ertalab tursa kayfiyatlari, dili hali ravshan. Ikkinchi kuni o'tib ketsa, onaxon turganimishlar yana savdo qilib. Kecha qanaqa dilimga yorug'lik kirdi. Kun bo'yi, "Ey, million pulga mamlaqanga ichimga yorug'lik kirgiza olmasligim mumkin. Shu yana bir bayram qilolay qalbimga" deb yana mashinani orqaga qaytarib onaxonning oldiga kelib to'xtab, "Ona, hormang, savdolar bo'lyaptimi? Rediska nech pulida, onam?" "Voy, 5000 bolam, 5000. Ona, mana 100 ming so'm 20 ta bog'iga. Rediskani keragi yo'q. Duo qilib qo'ying, ona." O'tirib ketib yorgan. "Voy, kechagidan ham bayram bo'lib ketibdi-da qalbiga. Endi bir dili ravshan bo'lib yurib." 3-chi kuni o'tib ketayotsa, onaxon yana turganmishlar. "Voy, bayram ustiga bayram bo'lyapti. Keyin shundan foydalanay." 3-chi kuni ham shart to'xtab, "Onaxon, hormang, savdo yaxshi bo'lyaptimi?" "Ha. Mana yana ona 100 ming so'm pul 20 ta bog'iga." Ona faqat hayron bo'layotgandir, sizga qiziq tuyulayotgandir.
2 kundan beri rediskani pulini beryapti-yu, o'zini olib ketmayapti deb hayron bo'lib bir qiziq tuyulayotgandir. Desa onaxonam, menga hech narsani qizig'i yo'q. Bugundan boshlab rediska 10 mingdan demişlar. Qiziq kampirlar ham ko'p-da. 102 dan oshgan kampirga qarar ekanlar. O'sha yerda Liliya opa degan opamiz bor, shu kishi aytib berdilar-da. 30 yosh paytlarim deylar. Qo'shnimiz 102 ga kirgan kampir, hech kimi qolmagan. Qarang, dalgashitdi, hech kimi qolmagan. O'zi qolib ketdi. Shu kampirga haqiqiy savob uchun qarar ekan, pul uchun emas, boshqa uchun emas. Shu kampirga qarang, shu ishim Xudoga yoqsin deb qarar ekanda, endi kampirni bir haftada bir marta yoki 2 marta cho'miltirib qo'yib, kasal bo'lsa doktor chaqirtirib yoki dorilarini o'zi ichirib, joylarini tekislab, ovqatlarini qilib berib, uylarini yig'ishtirib, boshi og'risa boshlarini, oyoqlarini silab, voy rosa qarar ekanda kampirga, yuragidan qarar ekanda. 102 ga kirgan kampir, oshgan 102 dan. Bu 30 yoshga kirgan Liliya opa. Bir kuni kirsam deydi. Kampir hang yig'lab o'tiribdi deydi. Hayron qoldim. "Ya nima bo'ldi? Tinchlikmi? Birov kelib xafa qilib ketdimi? Nimaga yig'layapsiz? Ha, tinchlikmi?" "Voy bola, bu dunyoda sendan menga o'tib ketadigan mehribon yo'q. Eng mehribonim bitta sensan. Voy qo'llaring bir yumshoq, boshlarimni silaysan. Voy shunaqa mehr berasan bolam. Ha nima, yig'layapsiz bo'lmasa, mabodo sen o'lib qolsang, menga kim qarar ekan?" Niyatni qarang. 102 da. Odam har xilda endi. Ba'zi odamlarga yuqori davleniyada yuradi. Meni davleniyam deydi 200 da yuraman deydi. Borku shunaqalar 200 davleniyada, 180 da yuraman. Rabotchim shunaqa deydi. Yo'q, yaxshimisiz ham? Ha deydi. Kimdadir davleniya baland, kimdadir farosat pastda ekan. Hali avtobus kelib to'xtagan ekan. Oldi eshigidan ochilsa, bir yoshroq, juvon, kichikroq bolasini, o'g'lini olib, "Ana endi" deb ko'tarib avtobusning zinasiga chiqarib, "Chiq bolam. Uyimizda tetamiz, dadaga ketamizmi? Dadaga ketamiz. Chiq bolam. Qani amakisiga, Shopir amakisiga salom deb qo'ysin-chi." deb chiqib kelayotsa, Shopir ham, "Voy polvon bir, astag'firulloh. Nima bola bu? Odamning bolasimi? Ya astag'firulloh, shunaqa ham hunay bola bo'ladimi? Odamning bolasimi bu? Ish qilib tushlarimga ham kirib chiqmasa bo'ldi. Nima bola bu? Nima? Bu odammi bu?" Endi onani tasavvur qiling. Shartda bolasini olib borib, odam emas ekansan, bajarang qursin. Dunyodagi eng yomon odam shu bo'ldi-da. Bolasini ko'tarib salonda ichiga kirib ketib, bir bo'sh joy topib borib o'tirib, ona o'zini bosa olmasmi ishda? Mayli, yomon dilimni og'ritding. Senga ham Xudo bordir. Seni ham bir kun yig'latadigan bordir. Mayli. Yonida bir yigit o'tirgan ekan, "Nima bo'ldi, opa? Kim sizni xafa qildi? Nimaga yig'layapsiz?" "Yana Shopirda ko'rmaysan. Yomon ko'nglimni og'ritdi lekin." "Ya, nima haqqi bor ekan uni sizni ko'nglingizni og'ritishga? Shopirligini qilsin. Kim huquq beribdi sizni ko'nglingizni og'ritishga?" "Opa, hozir oldingidaqa zamon emas. Hozir shunaqa yuridik klinikalar ochilgan. Men bitta zo'r joyini bilaman. Shundoq borib ustidan arz qilib, buni hozir dabdalasini chiqaramiz, opa. Buni bunday tashab yig'lamang, opa. Yig'lamang. Men sizga o'zim yordam beraman. Boring, Shopirning ismi, familiyasini yozib keling. Hozir tegishli joyga boramiz. Opa, yig'lamang. Boring, Shopirning ismi, familiyasini yozib keling. Ungacha mana maymuningizga men qarab turaman dermish. Farosatda. Ya o'ynamay gapirib oladiganlar bor. Bizda tiqilib yotibdi ayniqsa. Bizning Namanganimizda faxri bo'lgan ustozimiz, ajoyib shoir, ajoyib yozuvchi, O'zbekiston xalq qahramoni Habib Sa'dulla. O'zbekiston xalq yozuvchisi Habib Sa'dulla ustozimiz, Xudo rahmat qilsin. Habib Sa'dullaning bir yubileylarimi, to'ylarini nimadir qilganda, endi voy Navoiynikiga Navoiy boradi, Shernikiga Sher boradi, Bo'rinikiga Bo'ri boradi-da endi. Sartaroshnikiga Sartarosh boradi. Yozuvchinikiga yozuvchilar kelishibdi-da. Endi o'sha gigant yozuvchilarimiz, Erkin Vohidov deysizmi, O'tkir Hoshimov deysizmi, Abdulloh Orif deysizmi, Tohir Malik deysizmi, hammalari kelishgan ekanda. Endi to'yga deb Namanganga kirib kelishganda, boshida yo'lda gaplashib kelayotib, "Oma haqiqiy respublika bo'yicha shashligini qotirib qo'yadigan joy baribir Namangonda. Sen Namangonda pokiza qiladi-da. Haqiqatda shashliklari zo'ra. Men bitta joyini bilaman, ama yomon yorib tashlaydi shashligini.
Desa, "Oma gapirib ishtahani ham ochib yubordingiz, bittadan ko'ramiz" desa. "Bilasizmi? Bilaman, ketdik." Boshlab olib boribdi o'zimizni. Qayerga olib borgan bilmayman. Bizda shashlikxonalar ko'p. Qani keldik deb stayakasiga moshlarni qo'yib tushib kirishlari bilan bizni shashlikchi Namanganlik shashlikchi yigit shashlikni yetib turgan ekan. "Ye, kelinglar okalar, kelinglar. Kelinglar mehmonlar." Mehmonligimizni qayerdan bildingiz? Ha, Toshkentning umri-ku. Kelinglar mehmonlar, hep baraka toping. Meni mehmonligimizni bilibsiz, uka. O, yozuvchi, shoir akalaringizni olib kelyapman. Hammasi mashhur, taniqli bilasiz, ha? Yozuvchi akalaringiz. Shashlikni sizlar kirib turaveringlar. Sizlar kirib turaveringlar, ularni kirgizib yuborib, uka. O, bilasizmi bular? O, xalq qahramonlari bular, yozuvchilari. Shashlikni chiroyli qilib pishiring. Tanidingiz-a yozuvchi akalaringizni? Desa, biz shashlikchi yigit ham yozuvchi. Odam ustidan yozishadi meni. Ha yo'q, qanaqa odam ustidan yozadi? Bir roman yozadi, asar yozadi, felyeton yozadi, she'r yozadi. Yozuvchi. Uka, mana yozuvchi, masalan, asar yozadi. Mana bu qishloqda bir aytaylik, qiz dunyoga keldi. Haligi qizni ulg'ayib o'sishini yozadi. Voyaga yetgan sari g'uncha lablarini yozadi. Qoshlarini qorayishini yozadi. Bellari uzayadi, sochlari uzayib, belidan pastga tushganini yozadi. Uni shirin dudoqlarini yozadi. Aytaylik, mana bu qishloqda endi bir yigit dunyoga keldi. Yigitni kamol topishini, unib o'sishini yozadi, kuchga to'lishini yozadi, uni bilaklarini yozadi. Aytaylik, ikkalasi qayerdadir nogahon uchrashib qoldi. Olisdan turib bir-biriga qarashlarini yozadi. Bir-biri haqida o'ylashlarini yozadi. Bir-biriga talpinishini, bir-biriga bo'lgan intilishini yozadi. Desa, bizni shashlikchi, endi oka unaqa odamlarni yozuvchi deydimi, bilmayman, ammo bizni Namangonda unaqa odamlarni qo'shmachi deydi, dedim shaka. Bo'lgan ish. Bizda bordim, shartda qo'yib yuboraveradi-da. Ha, to'xta, ozgina analiz qilgan, keyin tilingga bergan. Ko'ra yuribmiz-ku endi. Hamma ham qo'shganimdan qo'sha qarasin. Bugun ijodkorlar o'tirishibdi, mana yozuvchilar, ustozlar kelib o'tirishibdi. Mana bir hamkorim bordilar. Xudo rahmat qilsin, ajoyib inson edi, Adhamjon Begmatov. Shu kishi chiroyli yozibdilar. Hamma ham qo'shganimdan qo'sha qarasin, Xudo yaxshisini beraversin deb Rumiy hazratlarining bir gaplari juda ta'sir qildi-da menga. Yaxshi xotin, yaxshi hayot debdilar. Boshqa sitatani keragi yo'q-da, naqadar to'g'ri. Yaxshi xotin, yaxshi hayot. Yaxshisidan bersin uylanmaganlarga. Adham Begmatov shunday yozibdilar. Xushro'y bo'lsa xotining, kayfiyating buzilmas. Chevar bo'lsa xotining, tugmang aslo uzilmas. Oshpaz bo'lsa xotining, tansiq taomlar yeysan. Shundoq kelinni topgan onangga rahmat deysan. Ozg'in bo'lsa xotining, qo'rqma, bu bir dard emas. Semiz bo'lsa xotining, qishda pechga shart emas. Nozik qizga uylansang boshida asal bo'ladi, to'ydan keyin ko'rasan tez-tez kasal bo'ladi. Polvon qizga uylansang yuking yerda qolmaydi. Ko'krak kerib yurasan, birov bir mush solmaydi. Raqqosaga uylansang, mazza qilib o'ynaysan. U ham to'yma-to'y yursa, xotinga ham to'ymaysan. O'qituvchi bo'lsa xotin kundan kunga ozasan, tuni bilan o'rniga sen konspekt yozasan. Shoiraga uylansang, tunda g'azal to'qiydi, tong otguncha uxlamay uni senga o'qiydi. Savdogarga uylansang, semirishib to'lasan, u Dubayda, sen uyda bir qorovul bo'lasan. Harbiy qizga uylansang, rostlan desa qotasan. Eri bo'lsang ham undan ruxsat so'rab yotasan. Lo'li qiz avrab seni qalbingga o't yoqadi, yelkasida hurjini o'zi ishlab boqadi. Ammo xotin yomon bo'lsa, g'am qayg'uga botasan, chertib qo'ysang ham uka 15 sutka yotasan. Shuning uchun uy joyi bor xotin ol, qiynalib uy solmaysan. Ya xotin olma, roltin ol. Quloq tinch ochib qolmaysan.
Yana bir ijodlarimizdan e'tiborlarga havola qilamiz. Bir narsa bor edi. Buni ko'pchiligimiz ko'rganmiz. Bir reklama bor edi. Biz O'zbekiston kanallarimizda ham juda ko'p ketgan. Eri xotin yotganidan boshlangan. Shuni yotgan joydan eri shunday o'rnidan turadi-da. Bezovtalanib, domdaligi kichkina xonaga kirib ketadi-da. Suvda ovozi eshitilib, haliga chiqib keladi-da erkak, misol o'ziga kelganday bo'lib, qaytib joyiga borib, yana endi yotaman deb, yana mazasi qochadi-da, yana yugurib kirib ketadi. Orqasidan xotini qarab qoladi, meni qo'limdan nima kelar ekan deb. Shu yerda ruschasiga o'qigan, ruschada. Вам не спится? Вы чувствуете боль? Вас беспокоит простатит? Не беспокойтесь, вам поможет Простомол Уно. Простомол Уно, просто будь мужчиной degan. Ko'rganmisizlar shu reklamani? O'zbekchasini tarjimasi Sanjar aka Sadullayev tarjima qilganlar shekilli. O'zbekchasida ko'rganmiz buni. Bezovta bo'lib yotibdi, o'zbekchasi. Kechalari uxlay olmayapsizmi? Tez bezovta bo'lyapsizmi? Sizda prostata adenomas paydo bo'ldimi? Xavotir olmang, sizga Prostamol Uno yordam beradi. Prostamol Uno haqiqiy erkak bo'ling degan. O'zbekcha shunaqa chiqqanda, Orif akam bilan Qozog'istonga Chimkentga borib qoldik xizmat bilan. Bir qadrdon muxlis akamizni uyida yotdik, sharoitlari yaxshi ekan, yotavermaysan-ku, ya'ni televizorni qo'y deb akam ikkalamiz televizorni qo'yib, qozoqchada ekanda hamma narsasini qozoq. Haligi reklama chiqib qoldi. Bizda hayolimizda ham yo'q, u qozoqchada ekan. Mana bu buyog'i tug'ilishiga shu narsa sababchi bo'ldi o'sha yerda. Qozoqchasini qarang. Yuktolmay yotsin bu. Seni prostatik qiynab jotirmi? Vayindalga o'rin yo'q. Sagan Prostamol Uno yordamga keladi. Prostamol Uno erkak bo'lsang-chi debdi. Hozir ijtimoiy tarmoq zamoni bo'lib qoldi-ku. Kim bu yog'ini o'zimiz internetdan kovlasak, bu yog'i chiqib keldi, internetda ham ko'p ekan. Tojikchasini topib oldik. Tojikcha ham forsiy tilda baribir chiroyli til. Tojikchasini qarang. Shuma Shabbona Xunkarda namitavonet. Shuma tashvish doret. Ayo shuma yagon vaqt yagon prostata doshtet. Xavotir nashav. Prostamol Uno bashimo ko'mak mekunat. Prostamol Uno mardoni voqi boshlaydi debdi. Hozir o'zbek xalqlarichi 40% turkcha tilni juda yaxshi bilib qoldik. Turkcha serialda ko'raverib, yod bo'lib ketdi-da. Turkchasini qarang. Nima oldu? Geceleri uyamaz mısın? Sana prostata sıkıntısı zor geliyor mu? Durumun çok kötü mü? Boş ver, muhteşem ilaç var. Prostamol Uno. Evet. Prostamol Uno. Ebi Ertuğrul oldu. Türkçesi. Mana shu narsa sababchi bo'ldi-da, qo'ying, boshqa tillarda qo'ying, uni inglizchasi ham bor ekan. Keling shuni ijod qilaylik dedi. O'zimizni viloyat televideniyalaridan ketsa qanaqa bo'lar ekan dedik-da. Buxoro televideniyasidan ketyapti mana shu reklamamiz. Uxlay olmayapsizmi? Bezovtamisiz? Prostatacha azob beryaptimi? Bo'lmay ketyaptimi? Simmang sizga Prostamol Uno madad bo'ladi. Prostamol Uno aka erkak bo'ling debdi. Bizga eng yaqin viloyat qo'shnimiz qayer? Andijonda, mana Andijondan kelib o'tirishibdi. Haqiqiy chapani Andijonchada ketadigan bo'lsa ham boshqa shu uxlay olmayapsizmi? Bezovta olyapsizmi? Zahar tanqib ketyaptimi? Diqqat olmang, dorini o'zi qarasi bor. Prostamol Uno, erkak o'ling, oshna bo'lar ekan. Andijonchasida ketsa-da endi. Yana chiroyli tillarimizdan Xorazm televideniyasida ketyapti. Tasavvur qiling. Uxlayvermay turibsizmi? Ko'kingiz bo'shmi? Holingiz xarobmi? Qo'rqmang, yonkinim dorisi bor ahol Prostamol Uno. Prostamol Uno, havo, og'a, erkak bo'lin. Toshkentchasi. Agar Toshkent televideniyasi haqiqiy Toshkentga ketadigan bo'lsa, uyquymi? Bezovta bo'lyapsizmi? Prostatangiz qiynayaptimi? Vashshi bo'lmay yotibdimi? Qo'rqmang, chotki dori bor, Prostamol Uno. Prostamol Uno, oke, muji bo'ling bo'lar ekan Toshkentchasiga.
lekin aylanib o'rgilib, endi bilmayman, hammaniki o'ziga oy ko'rinar, ko'zigami? O'zimiznikida shirin chiqar ekanda, Namanganchada baribir. Namanganchasini qarang. Uxlomizmi? To'yingiz o'mitdimi? Ko'cha eshigi ko'p qatnusimi? Kishot eziyotdimi? Qo'rqma, dörünü ve hemesi bu. Paracetamol 1. Paracetamol 1, erkabul 10 ke bo'laraga. Hech kim paracetamol 1 ga muhtoj bo'lmasin azizlar. Ha? Bo'ldi, aytib beraman. Uni oldin konsertimda ham aytgan edim. Mayli retro qilsak qilamiz, joningiz sog' bo'lsin. Men aytdim, bugun qo'limizdan kelgancha so'ragaylar. Bu maymunni otamiz ursa hamroh qilibdan aytganlar. Sizlar ko'pchiliklar eshitgansizlar ham. Dadamiz tildan aytamizda endi ota-onamizga og'irlik tushirmaylik deb talaba student paytimiz Mardikor bozorlarga chiqib ishlab turamiz. Bir kuni pul qolmagan, iloji yo'q. Mardikor bozorga chiqib tursam, odam to'la bir qop-qora Volga kelib to'xtadi-da. İçidan bir uzun plash kiygan bir sovuqdan sovuq kimsa tushib keldi. Uni orqasidan uni aksi kichkina dumaloq yo tushdi yo dumalab tushdi. Tushib kelib Mardikor bozordagilarda hammasini nazorat qilib, bir mahal haligi kichkinasi menga ko'zi tushib qolib, "Vasiliy, вот кто нам нужен. Смотри, настоящий обезьяна." Aka og'zingizga qarab gapiring, biz halol mehnat qilamiz deb. Endi kim obeziyana? Uka, xafa bo'lmang. Bizni to'g'ri tushuning, uka. Biz zooparkda ishlaymiz, uka. Mana bu aka zoopark direktori. Zooparkimizda Fantomas davridan qolgan bir maymunimiz bo'lardi. Shu maymunimiz mana 3 kun 4 kun bo'ldi, rahlat qilib o'tib qoldi-da, endi o'lib qoldi. Shuni terisini chiroyli qilib professional qassoblarga shildirib olib qo'yganmiz. Jon uka, kamisa keladigan shu bugun. Shu kamisa kelib, siz maymunni qafasidan oldin o'tib ketguncha, shu maymunni terisini bunday kiyib, qafasda harakatlar qilib, o'sha yerda halinchalar uchib tursangiz bo'ldi, 5 minutga 200 so'm beramiz uka. Sekinroq gapiring. 200 so'mga ilonni ham o'ynab olamiz aka. Obaring, rostdan olib borishdi. Qarasam, haqiqatan ham maymunni terisini chiroyli haligini kiyib, zamoglarini ham qilib qo'ygan ekan, toqib, shundoq oynaga qarab, ha, boya Mardikor bozorda to'g'ri gapirgan ekan. Haligi maymunni xursand bo'ldim, qo'ydim. Baraka toping. Mana shu narsa kerak edi uka. Qani, kamisa yaqinlashyapti uka. Qafasga kirgizib yuborishdi. Mendan oldin o'tib ketgan rahmanli maymundan qolgan harinchak bor ekan. Hali harinchakka uchib olib, harinchalarga uchib tursam, bir pasda yosh bolalar, odamlar to'planib maymun keldi qilib, endi studentman, talabamiz qorin och. Bir mahal haligi bolalar pechenni otuvdi, yevordim. Pista otuvdi, chahvordim. Suv beruvdi, ichivordim. Aqliqlarni qilib tursam, bir mahal sal odam sayovullab, bir yoshroq bola turgan ekan, haqiqiy tarbiya ko'rmagan bola ekanda, bezori bola ekan. Nima qildim men unga? Yerdan bitta toshni olib, o'zi ham katta bo'lsa snayper bo'ladigan bola ekan, aylantirib soluvdi, ikkita qo'shib murtasiga teksa bo'ladimi? Mana shunday ushlab qoppan bir mahal. "O bola! Tikpeding. To'g'ri, nima qilsan yomonlik?" Haligi bola ham "Ey! O bolalar, buyoqqa kelinglar! Ana maymun gapirar ekan!" Bir pasda o'rtoqlar bilan to'plashib, "Gapirmayapti-yu. Nima qiluvding? Tosh bilan uruvdim, gapirdi." Bir mahal toshborron bo'lib ketdim u. Qasir. Yaxshi haligi zaparkdanligi zavj kelib qolganligini kichkina baqaloq yigib, "Hey, davlatning mulkini ham uradimi? Bo'linglar, deb mana timsohlarni tomosha qilinglar." Hammasini haydab yubordim, o'zi toshbo'ron bo'lib ketardim. "Uka, tayyormisiz? Kamisa kelib qoldi." "Uka, tayyor bo'lib turing. Harakatlar qilib turing." Bir mahal aytganidek kamisa bir pasda yig'ilib o'rab oldi. Aytgandek men ham halinchalarga shu uchib turibman. Bir mahal zavoddaligini zoopark direktori tanishtirib ketdi. Bu maymun Fantomas asridan qolgan maymun bo'lib, hozirgi kunda kurrai zaminimizdan 50 tadan kam qolgan. Bu maymun deb turuvdi haligi komissiyalarning boshlig'i. "Do'stim, siz aytayotgan ma'lumotlar qo'limizdagi mana bu hujjatlarda ham bor, o'qib olaveramiz.
Bizga boshqa narsa qiziq bo'lyapti. Shu savolimizga javob bersangiz. Nima savol? Bu maymuningiz sher bilan yonma-yon qafasda birga turar ekan-a? Ha? Qo'rqmaydimi? Bu pantamas davridan qolgan maymun. Nima deyapsiz? Bu sabsi ham qo'rqmaydi bu. Bu kerak bo'lsa sher bilan birga yotadi ham. Nima shetini endi olib qochdingiz endi. Ishonmayapsizlarmi? Sher qafasini ochinglar. Maymun qafasiga kirgizinglar. Hazillashayotganim yo'q. Sherni qafasini ochinglar. Kirgizinglar maymun qafasiga. Turgan joyimda turib, "Aka!" Dogovorda bunaqasi yo'q edi-ku. Bu maymun gavaryashi maymun. Fantamas davrdan qolgan maymun bo'lib ko'rib turibsizlar. Nima qil sherni kirgizib yubordi mashinasidan. Sher kelyapti. Obbo, ana ketding. Oladigan 200 so'm puling janozangga ham yetmaydigan bu. Bir mahal sher mashinasidan kelib, bu tumshug'imga to'g'rilab, "Namuncha baqirasan. Men ham politexnikada 3-kursda o'qiyman, nomard." Otamiz Ruslan Hamroqulovdan shu zapis bo'lib yozilib qolsin degan maqsadda Erkin Vohidov qalamlariga mansub e'tiborlarga bir jiddiy narsa ham havola qilib bermoqchimiz. Men har konsertimda shunaqa to'xtalib o'tamiz. Ruhlar isyonidan. Otamiz Ruslan Hamroqulovdan o'rganganmiz, yodlab shuni. Imkon qadar o'sha yo'nalishda yodlaganmiz, shu yo'nalishda aytamiz-da endi. Bizga shundoq o'tirgan endi. Al-qissakim juda qadim jaholatlik zamonda bir donishmand ulug' hakim o'tgan ekan jahonda. U kun bo'yi giyoh terib kezib tog'u biyobon odamlarga shifo berib yashar ekan shodumon. Unga ming bir mushkul dardning ayon bo'lib davosi odamlarning bora ortaverdi ixlosi. Tabobatga qalban ruhan fido qilib o'zini hatto bir kun nashtar bilan ochmish ko'rning ko'zini. Rivoj topmish sohib hikmat, donish mehnat madadkor, ammo qayda bo'lsa shuhrat, yon boshida hasad bor. Duoxonlar, parixonlar, o'quvchilar chilla yosin, xullas elda bor nodonlar boshladilar ig'vosin. Tinmay kechayu kunduz topib nabi so'zidan dedilar, dard bergan o'zi, davosi ham o'zidan. Bandasiga dori bermak yaratganga isyondir. Demak, hakim ishi makru, o'zi esa shaytondir. Bu so'zlarni chin deb bildi nodon johil olomon. Donishmandni sazo qildi, kaltakladi beomon. Cho'q temirda ko'ksin dog'lab dorga osmoq bo'ldilar, so'ng bo'yniga harsang boylab suvga botmoq bo'ldilar. Keyin suvni arqonni ham hayf qildilar shaytonga, yoqing dedi eng bosh hakim olib chiqib maydonga. Keng maydonga ko'mib ustun bog'ladilar hakimni, so'ng temirni o'tga qo'yib dog'ladilar hakimni. Buyurdilar, yoqing shitob A'zozilning oshnasin, kimga kerak bo'lsa savob cho'p keltirib tashlasin. Savob uchun birov o'tin, birov tashlar dona has, hakim boshin mag'rur tutib johil elga qaramas. Bir payt Gulxan sari bir chol kela boshladi. Quchog'ida bir bog' pohol g'aram uzra tashladi, dedi. Asli tug'ilganda basir edim men o'zim. Sen joduning tig'i bilan ochib qo'yding ko'r ko'zim. Tangri bilib yaratgan ko'r da'vo qilding ne uchun? So'roqda men manglayi sho'r nima deyman mahshar kun. Haq yo'lidan ozgan odam ko'zim ochib ne berding? Meni bir yo'l u dunyoyu bu dunyodan ayırding. Ko'rligimda bu olamni tasavvurda ko'rardim. Dunyodagi bor odamni mushfiq bilib yurardim. Shavqat ila kim nonu kim chaqa tashlab ketardi, men ham shunga ko'ngan edim. Menga shu ham yetardi. Qornim to'ysa saodatim,
yo'q tuman xil tilaklar, ham suhbatim, ham ulfatim, jajji shirin go'daklar. O'ylar edim, dunyoda bor musaffolik, soddalik. Ko'zim ochib ko'rdim ilk bor berahimlik, soxtalik, o'g'irlik va faxshni ko'rib jim yurarkan odamlar, o'z do'stiga kulib turib tig' urarkan odamlar. Bir yonga boq ayshi ishrat, bir yonga boq oxuvoq, bu kun mening ko'nglimda g'ash, iymonimda ishtiboq. Derdim, yurtni bir bor ko'rsam, ko'rdim. Ko'nglim to'q endi. Yerda yotgan xaschalik ham e'tiborim yo'q endi. To'ydim axir bu dunyodan, ado bo'lsam mayliga, yo qaytadan o'sha basir, gado bo'lsam mayliga. Bu so'zlarni eshitdi-yu, faryod qildi donishmand. Yoqing deya so'radi u, olov bo'lsin sarbaland. Tezroq ketay bu dunyodan, hech toqatim qolmadi. Mendan shifo oldi odam, olam shifo olmadi. Xurofotning zahri tekkan nodon johil gumrohlar davosiga ojiz ekan men kashf etgan giyohlar. Ko'r ko'zlariga mehri giyodek nur baxsh etdi nashtarim, qalblar ko'zin ochmoqqa lek kamlik qildi hunarim. Odamlarga men yaxshilik qilmoq bo'ldim netayin, manglayda shu ekan bitik, yoqing kuyib ketayin. O't qo'ydilar, yondi gulxan, qaro bo'ldi samovat. Jaholatning hukmi bilan qurbon bo'ldi buyuk zot. Gulxan yondi ko'kka o'rlab, cho'g'i har yon sochildi. Shu olovdan elning ajab aql ko'zi ochildi. Yig'ladilar aza tutib, o'kindilar, kuydilar. Yillar o'tib donishmandga oltin haykal qo'ydilar. Eyvoh! Olim ko'zi bilan ko'rsaydi bu hurmatni, ammo hakim o'zi bilan olib ketdi hikmatni. Qo'yay ko'nglim, sen u zamon dahshatin kam o'ylagin. Senga nasib bo'lgan davron sozin olib kuylagin. Shukronalik mayin ichib yayrab qolgin bir nafas, bu dunyodan bir kun kechib ketguvchi bir biz emas. Kelay ko'nglim, kel muhabbat, she'r zavqiga qonaylik. O'tda yonish bo'lsa faqat ishq o'tida yonaylik. Faqat bizga g'am va hasrat, qayg'u alam yot bo'lsin. To biz uchun jon berganlar ruhi mangu shod bo'lsin. Ustozlarga Xudo rahmat qilsin. Iskandar, yana bir bor eslatib o'tsak, mana shu konsert darslarimizni tashkil qilishda bizga yordam bergan bosh homiymiz Ahmad doda majmuasiga bitta chiroyli qarsaga yamasanglar. Bobirjon ukamiz qani? Boburjon, baraka toping. Rahmat Qo'lingdan uka. Boburjon, baraka toping. Boshqa san'at shinavandalar imkoniyati bo'lib, o'zinikini hurmat qilib, o'zinikini paddesha qiladiganlar ko'paysin. Mana shu yigit haqiqiy. Rahmat Bobur, umringiz uzoq bo'lsin. Baraka toping. Endi mana poytaxtdan kelgan o'zimizni qadrdon jamoamiz Qalpoq guruhiga ham bir so'z navbatini bersak. Muxtorjon Halimov. Tog'amiz Gerimda bo'lmasa o'xshamaydi. Ha, olmaydi deb qo'ying endi. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum aziz muxlislar, namanganliklar, omonmisizlar, bormisizlar? Biz Iskandar bilan tanishganimizga Antamas davridan beri biza yashagan paytda dinozavrlar bor edi o'shanda. Endi Tolibaka degan dinozavr bor. Endi men bir narsaga xursandman, shodmanki, necha marta konsert qo'ygan bo'lsa, qachon bormaylik, doim bir yangilik. Qachon bormaylik, yangi bir g'oyalar, yangi bir dunyo qarashlar. Nimadan dalolat? Bu hammasi mehnatdan, o'qishdan va mana shu mehnatdan hech qolmay ukajon. Izlanishdan hech qolmay ukajon. Doimo sahnaga har chiqqaningizda odamlar har doim yangisini eshitaversin, iloyim. Omad, ijodingizga parvoz, o'zingizga sog'lik. Assalomu alaykum azizlar. Nima deydi, men chiqishimni hech tasavvur qilib ko'rmagandim. Men davraga qiziqchi emasman. Qorim bo'lsa gapira olaman, xolos. Yo endi
qorinimni olib kelsam bo'lar ekan. Qorinsiz nima? Men aktyorman, qiziqishmasman rostdan ham. Iskandarga ulkan parvozlar tilayman. Meni haqiqiy men muxlisman bu yoqqa. Davralarda o'tirganlar, birga Iskandar bilan o'tirganlar bilishadi, yondirib yuboradi, buni bilaman. Har tomonlama umri uzoq bo'lsin. Mana shunaqa sahnalarda chiroyli hali gaplar gapirib va muxlislarning dilida qoladigan chiroyli gaplar bilan davom etavergin. Umring uzoq bo'lsin. Omi qizlar bilan yurmagin. Qalpoq guruhiga qarsakilanglar Abdurahmon Suropov, Muxtorjon Halimov. Yana bir ajoyib mehmonimiz. Ajoyib ukam mani, umri uzoq bo'lsin. Shakar yigit. Haqiqiy ukam. Bir-birimizni san'atkor bo'lganimiz uchun emas, mana aka ukamiz umri uzoq bo'lsin. Ko'p uylarda mehmonda bo'lib, biznikida mehmonda bo'ladi. Shakar yigit, ijodlariga maza qilamiz. Bahriddin Zuhriddinov, O'zbek estradasining yulduzi. Bahriddin, keling. Avvalambor assalomu alaykum. Iskandar aka, bugungi ijodiy kechangiz bilan avvalambor tabriklayman. Ilohim bunaqa kechalar ko'p bo'lib davomiy bo'lsin ilohim. Maza qildik rostdan ham bugun ancha nima deydi, kayfiyatlar ko'tarildi aka. Biz bir-birimizga muxlismiz. Rostdan ham men Bahriddinning muxlisiman. Rosa yaxshi ko'raman ashulalarini. Qissashiga aytishdi. Yana bir bor endi Iskandar boshdan aytib o'tamiz. Hamkorimiz, bosh homiymiz Ahmad Doda majmuasiga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Doimiy hamkorimiz 5-studiyaga minnatdorchiligimiz. Mana 8 ta kamera bilan suratga olib turibdi. Xudo xolasa buni teleekranda va albatta YouTube kanaliga joylashtiramiz. Alohida xudo xolasa ko'rasizlar inshaalloh. Va eng katta rahmatimiz muxlislar sizlarga azizlar. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar muxlislar. Sizlarga katta rahmat.